Agar siz katta natijalarni hayotingizda erishishni xohlasangiz, bu kasb bo'lsin, ish bo'lsin, tadbirkorlik bo'lsin, biznes bo'lsin, investorlik bo'lsin, hamma narsa mas'uliyatni bo'yningizga olishdan boshlanadi. Mas'uliyat ola olmaydigan odamlar na katta pul topa oladi, na katta natijalarga erisha oladi. Natijaga erishish mas'uliyatni bo'yinga olishdan boshlanadi. Juda ko'p odamlar bor, javobgarlikdan qochadi, boshqalarni ayblaydi, muvaffaqiyatsizligiga kimlarnidir sababchi deb biladi. Va bunday odamlar katta rezultatlar qila olmaydi. Katta natijalar mas'uliyatni birinchi bo'lib bo'yningizga olishdan boshlanadi. Biron bir muammo bormi? Sizni aybingiz. Biron bir qiyinchilik bormi? Siz qaysidir joyini hisobga olmagansiz. Qandaydir bir o'xshamayaptimi ishingiz? O'ylab ko'ring, qayerda xato qildingiz. Birovlarning xatosini emas, o'zingizning xatoyingizni qidirishingizdan boshlash kerak. Mana shu narsa juda to'g'ri narsa. Bu yerda bir misolimiz bor. Ochki misolida. Tasavvur qiling, sizning ikki xil ko'zoynagingiz bor. Biri qora, biri oq. Qora ko'zoynakni kiysangiz, hamma narsani qora ko'rasiz. Yashil ham qora, qizil ham qora, ko'k ham qora. Oqni kiysangiz, hamma narsani o'zining rangida ko'rsatadi. Qizilni qizil, oqni oq, qorani qora ko'rsatadi. Qora ochkini kiygan odamlar hammani ayblaydi. Biron bir ishi o'xshamasa, kimdirni aybdor deb biladi. Biron bir ishi yurmasa, kimnidir yana xatosi bilan shu narsa yurmadi deydi. Va bunday odamlar katta narsalarga hech qachon erisha olmaydi. Chunki ular faqat xato qidiradi, faqat kamchilik qidiradi. Hech qachon bu kamchiliklar ichida, xatolar ichida o'zi bo'lmaydi. Hamma xatokor, lekin o'zi hech qachon xato qilmaydi. Oq ochkini kiyadigan odamlar esa birinchi bo'lib xatoni o'zidan qidiradi. Qayerda xato qildim deydi. Qayerda kamchilik qildim? Qaysi narsani hisobga olmagan ekanman? Qaysi narsada men o'ylamadim, shu o'ylashim kerak edi, hisobga olishim kerak edi, nimani o'ylamadim degan ma'noda birinchi bo'lib o'zlaridan qidirishadi. Va mana shunday odamlarda biz muvaffaqiyatga erishishni ko'ramiz. Bu muvaffaqiyat omillaridan biri muammolarni birovlardan emas, xatolarni birovlardan emas, birinchi bo'lib o'zimizdan qidirishimizdan boshlashimiz kerak. Agar siz mana shu ishni qila olsangiz, siz tinimsiz o'zingizni takomillashtirishingiz imkoni paydo bo'ladi. Yaxshilanishingiz imkoni paydo bo'ladi. O'zingizni yaxshi tomonga qarab o'zgartirishingiz imkoni paydo bo'ladiki, biznes bilan shug'ullaning yoki biron bir tadbirkorlik bilan shug'ullaning yoki ishchi bo'ling, sizga teng kela olmaydi ishchi boshqalar. Boshqalar ishi o'xshamasa, boshqalardan ayb qidirayotgan bir paytda siz o'zingizni aybingizni topib, uni takomillashtirganingiz sababdan siz raqobatda o'tib ketasiz, o'zib ketasiz. Va daromadingiz ham ko'p bo'ladi, martabangiz ham baland bo'ladi, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishingiz imkoni bo'ladi. O'shuning uchun qora ochkini kiymaymiz.